Ushbu qo'zilar Deno Yakshan bozorda ega tomonidan 5 milliondan baho qo'yilgan bilaymi erkak to'qlilar. Hozir ichidan 5 tasi bir joyga 4 million 150 dan savdo qildi. Ega beradigan bo'lib turibdi. Talab olinadi hozir. Ko'ramiz keyin. Aka bu qo'zlarning keti bormikan yo'qmi? Keti bormikan yo'qmi yana? Telefon nomeri aytib berasizmi? 97lik 536 67 61. Ismingiz? Nodir aka. Demak, bemalol aloqaga chiqib murojaat qilsalaring albatta yetkazib berish xizmatining yo'lga qo'yiladi. Soni davomi bor ekan. Sifatli qo'zilardan olib boqaman deydiganlar uchun ham variant. Adar nomering qo'y. Qo'yinglar aka. Assalomu alaykum. Qo'zilar sizlarmikan aka? Amin. Narx qanchadan bo'lyapti bularni? Narxi pulga tayyor 4 dan bo'lyapti. Demak, bismillah. Ushbu qo'zilar ham Deno Yakshan bozorda, demak, anchagina bor ekan soni. 4 milliondan yuqori chiqib savdo qilish kerak deyishyapti. Hozir endi savdo ustiga kelmadik, hali savdo bo'lmaydigan ekan. Bozordagi narx-navo shu. Sizlar kanalga obuna bo'lib, obuna tugmachasini, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yinglar. Yangi videolar qo'yib boriladi. Bozordagi narx-navolarni bilib borishlik, kuzatishlik uchun. Do'stlarga ular shu esdan chiqmasin. Tog'a bu qo'zlarning davomi bormi ekan? Davomi juda ko'p. Telefon nomeri aytib berasizmi? 99lik 377 48 89. Ismingiz? Nuriddin Polvon. Nuriddin Polvon. Nuriddin aka, nomerlarini ham yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilsalaring, soni cheklanmagan deyaptilar. Aka, yetkazib berishga ham yengillik qilib berasizlarmi? Yetkazib berishlikka ham hammasiga yengillik qilib, ko'proq olganiga ham bemalol skidka qilib berilar ekan. Tog'ajon sog' bo'ling, savdoyingiz bersin. Xo'p. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Qo'zilar sizdanmikan? Bizdan aka. Videoga olsam bo'ladimi? Malol bo'ladi. Bu davomi bormi ekan? Davom bor aka. Qayerda qo'ygan ekan? Sangarda qo'ygan. Sangarda. Narxi qanchadan deyilyapti? Narxi 5,5 million. Sotuv bo'lyaptimi? Sotuv 5, kletda 48, 52. Qo'ydi sifatiga qarab, albatta. Demak, ushbu qo'ylar ham sotuvda, ichida sarkasi ham bor ekan. Tog'a qanchadan bo'ldi bular? Tog'a 8 dollar. 8 million ikkita bir joyga erkak qo'zilar. Mana shular. Demak, bu qo'zilarimiz Sangardagi qo'y ekan. 5,5 million ega tomonidan baho qo'yilgan. Ega tomonidan 5,5 milliondan baho qo'yilgan. Ichidan 47, 48, 5 million 5200 gacha sotuv bo'ldi deyishdi. Hozir bunda ham egan nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib bog'lanishlaring, keraklicha sonini gaplashib olishlaring mumkin. Bitta yarim kichkinasi bo'lsa, hammasi yirik qo'zi ekan. Aga, uzoqroqdan biror kishi olaman desa yetkazib berishlikda yengillik bormi? Bor aka, bor. Telefon nomeri ayting aka. 99lik 597 1095. Ismingiz? Dastlabki qilib beramiz. Ismim Fayzali. Fayzali aka ekan. Ismlari? Mana shu qo'zilar Sangardagi qo'ydan. Aka, savdoyingiz bersin. Assalomu alaykum. Oyog'dan tortish qora ko'zini.
Akalar, to'yga qo'chqorlik uchun sifatli qo'chqorlardan shishak tishda ekan hali. Ega tomonidan 12 milliondan baho qo'yilgan. Aka telefon nomeri aytib berasizmi? 97lik 535 1075. Ismingiz? Abdulloh. Ismlari Abdulloh ekan. Telefon nomerini yana chiqarib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqsalaringiz, yana davomi ham bu tomonda ekan. Shishak tishda. Nimalari ham ajoyib ko'rinish. Aka rahmat. Savdoyingiz bersin.